Nima deysiz? Siz noto'g'ri tushundingiz. Siz aytdingiz, aldadim, ichida hech narsa yo'q. Tushga ham qo'rqaman. Nimadir olib kelgan bo'lishingiz ham mumkin. Вообще videoga ham tushib bermang, gapirmang ham. Ana. Endi miya charchaydi-ku, asab bo'lamiz. Nima qildingiz? Yaxshi ish Bas, to'xtab turing. ketyapti. Biz bugun mashhur bir insonning oldilariga keldik va biz bostirib kirib, ularni shokka tushiramiz. Chunki har safar menga hop deb uylariga boraman deganimda telefonni ko'tarmasdilar. Endi hozir shokka tushiramiz. Albatta, siz sevgan, siz voy, eshiklarni qilib ekan-ku. Shunaqa lekin meni aldaganlar. Assalomu alaykum. Bildingizmi? Yaxshimisiz? Kirsa bo'ladimi? Bemalol kelavering. Yo'q, kirmaydi betasizsiz. Ozgina yo'q turing. Yo'q, kiravering. Demak shunaqa qilasiz ekanda siz. Shunaqa qilaman. O'zi lekin shunaqa derdingiz-ku siz har safar uyingizga, voy, bor paket uynab qoldi. Mana sizga. Taqoy. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamasdan. Raja menga telefon qildilar, intervyu olaylik deb. Endi men aytdim, intervyular ko'payib ketdi to'g'risi. Siz Yo'q, unaqa demadingiz. Siz noto'g'ri tushundingiz. Siz aytdingizki, "Xo'p" dedingiz. Keyin o'sha telefon qilgandan keyin yo'q dedingiz. Ya, intervyularim ko'payib ketdi dedim, to'g'risi. Keyinchalik Xudo xolasa beramiz. Keyin uyim bitgandan keyin обязательно kelasiz dedilar. Keyin uy bitgandan keyin yo'q dedilar. To'g'rimi? Uyimni ko'rsatgim kelmadi desam. Yoki xotiningizni ko'rsatgim kelmadimi? Xotiningizni ko'rganman-ku, xotiningizni ushlab olganimni bilasizmi? Qayerda? To'yda ushlab oldim. Xotiningizni agar aytdilar, nima kelmasa sovg'at bahona keldim, aldadim, ichida hech narsa yo'q. Sovg'a bo'lsa xo'p deydi deb o'ylaymiz. Yo, u uchun emas, mayli xo'p ofisga. Yo, lekin bildim. Siz chunki meni aldagansiz. O'tgan safar sizga sovg'am bor desam, hop deb keyin telefonni ko'tarmadilar. Bu safar sovg'am bor. Endi agar parotxis xafa bo'laman desam, insofgarchilik sifatida hop dedingiz. Uni bilaman. Chunki sizda insof bor ekan. Rahmat. Molodets ekansiz. Gap unda emas, sizni ko'raman, intervyularingizni ko'raman, maza qilib ko'ramiz. Gap unda emas, просто men sizni noto'g'ri tushunib qolishmasin, intervyu ko'payib ketdi. Hamma narsani endi ochib tashlashim ham qolmaydi. Shuning uchun to'xtab turing, qanchadir eskirak keyin topshiramiz dedimda. Keyin uyingizga chaqirasiz mehmonga. Xudo xolasa. Albatta chaqiramiz. Voy, yana kichkina o'g'limiz bilan bir keldik. Bitta kichkina bolacha turibdi. Ko'rmanaga keldik. Ko'rmanaga? Bo'ldi, ko'rmana beramiz. Kartaga tashlab beraman faqat. Hozir chunki plastik kartada hozir. Kartadan o'tkazib bo'lmaydi hozir, bilasizmi? Biz naqdga keldik. $2000 ga. Nima ekan bu? Ochmoqchimisiz? Keling, oching birgalikda. Buni ochasiz. Ochishga ham qo'rqaman. Nimadir olib kelgan bo'lishingiz ham mumkin. Endi alamimni olishim kerak-ku. Shuncha paytdan beri yo'q deganingiz uchun. Batafsil. Mikrofonmi? Taqsillanmi? Yo'q, turaversin, gapirishlar. Yo'q, bemalol. Juda ko'p san'atkorlar qo'rqishadi-da, erkak san'atkorlar nimagadir. Nimaga qo'rqamiz? Shu hayronman nimaga qo'rqishadi. Siz qo'rqmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, nimadan qo'rqaman? Qo'rqyapsiz, podarkamdan ham. Просто qo'rqaman nimadir. Sovg'a deb aldadim dedingiz-ku, shunga nima aldadim, lekin menda. Yomon qo'rqyaptilar lekin. Yo'q, qo'rqaman. Ichini oching o'zingiz, oching. Men ochmayman. Bobur Mansurov podarka ochishga qo'rqyaptilar. Keling, bo'ldi. Surprizlar qilasizda siz. Qatdan bilasiz, men sizga nimadir surpriz qildim. Intervyularingizni ko'rganman-da. Shunacha yo'q degansiz-da? Bu qayerdan keldi xullas? Bu Italiyadan. Italiyadan? Unda qo'rqmayman. Unda ochavering, Italiyadan-ku. Siz oching bu yog'ini. Villare firmasidan. Wow. Tuxummi? Ha. Hozir to'xtab turing buni. Bir minut. Endi buni yig'ib berasiz. Ani qilib bering. Qaramay turing. Siz uchun maxsus bu Bagema 002 dan sovg'a. Ichidagi esa manta. Buni narxini bilasizmi nech pulligini? Yo'q. Buni narxi $1,500. Ataylab olib kelgan shu uyingizga qo'yaylik, keyin intervyuga rozi bo'ladi. Bular ekansiz-ku. Xohlasangiz mana shu qo'yib qo'ying, xohlasangiz uyingizga. Lekin menimcha buni xotiningiz olib qo'yadi-yu. Lekin ichidagi sizga. Uni ham o'zingiz oching. Yo'q, sizniki-ku podarka. 1 2 oching. Och! 5000 so'm. 5000 so'm so'raganmidingiz? 5000 mana treyddagi o'sha 5000 so'm. Mana bu esa dokumenti. Buni dokumenti, Dokumenti, ha. Ko'rdingizmi? Qarab sizga neobычный qimmatbaho sovg'a olib keldik. Rahmat, boringlarga shukr. E'tibor uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Muhim e'tibor. Noto'g'ri tushunmanglar, intervyuni boyagi qochib yuribdi, bir narsa telefonni ko'tarmayapti demang. Syomkada bo'lamiz, har xil vaziyatda, viloyatlarda bo'lamiz, boshqa narsa bo'lamiz, lekin intervyuga rostdan hozircha bera olmayman deb aytganman. Sababi intervyular ko'payib ketdi. Odamlarga qizig'imiz qolmay qoladi. Sal eskirsa intervyularimiz keyin sal qarang, to'g'rimi? Nechasiz hozir?
Hozir yoshim nechida? 34 ga kirdim. 34 40 ta berarsiz a? O'zi qo'rqyapman aytishga ham. Buni ichigacha bilasizmi nima solasiz? Nima solinadi? Qoshiq, vilka, pichoq solasiz. Buni to'shni xotiningiz olib qo'yadilar. Ha, bo'ldi. Chunki bu qimmatbaho. Bu sizga mukofot uchun. Yaqinda mukofot oldingiz-ku. Ha. Tabriklash maqsadida olib keldim. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat, e'tibor uchun rahmat. Lekin sizni xotiningiz menga tashlab qoldilar. Nimaga siz yomon kommentariy yozdingiz, Laziz opa? Siz erimni shunchalik yomon ko'rasizmi deb ushib ketishlar sal qoldi-ya. Siz bildingizmi, xabaringiz bormi? Keliningiz juda ham meni himoya qiladi. Har tomonlama bilasizmi? Har bir kommentlarga. Telefon qiling, hozir Farizaga nima qilding-da? He, endi anoda. Qani? Men prosta jahlim chiqib ketdi-da. Fariza menga shunaqa yozdi, Fariza. Siz meni erimga yomon kommentariy Yo, yozdingiz. juda ham aniq Nima qiladi. saqlanib qilgansiz ko'rsating? Ana. Fariza ko'ryapsizmi, hurmatli? Alo. Gromka qo'ying deb. Fariza, qandaysan? Gromka deding. Qara, Laziz opang kelgan. Videoga olyapti. Ana unda tortishib qolibsizlar ekan, sen kommentariyaga yozgan ekan-ku sen. Ha. O'zlari ekan bular. Aldagan ekan o'zim emas deb. Xabarim bor undan. To'g'rimi? O'zlari ekan. O'zlari bo'lsa вообще videoga ham tushib bermang, gapirmang ham. Ana. Ana. Senga shunga sovg'a olib kelibdi, xafa qilib qo'yganiga senga sovg'a. Menga sovg'a emas, men вообще kechirmayman. Men yani nima deydi? Juda Mazasi yo'q yomon buni. gaplar, aniq gapirganlar. Fariza aldayaptilar. Men emas edim. Men emas edim. Siz aldamang. Voy, men emas. Fariza? Ha, opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Men emas edim. Bilasiz-ku, boshqa biz u kanaldan chiqib ketganmiz. Biz hozir Layza Shokus kanalini ochganmiz. Men Boburga hech qachon unaqa yomon narsalar yozmayman. Sizga takji sizni hurmat qilaman. Siz bilasiz-ku, qanaqa sizni hurmat qilaman. O'g'irlab ketganimda ham sizni qo'yib yubordim. Esingizdami o'shanda? O'shaning uchun Sovg'an Mana bilasizmi, Laziz opa yozdi deb juda qattiq xafa bo'lganman. Yo, men emasman. O'sha kelganda bundoq o'zim mehmon bo'lib ketaman. Bilasizlar-ku, Layza Shokus xolodilniklarni tutishga usta. Mana xolodilnikda nima bor ekan deb o'yladim, lekin afsuski faqat shirinlik ekan, deb yo'da. Sifatniki reklamalar. Sifat pul beradimi menga? Reklama qilib beraman-ku. Oling. Olaman. Bolajonlarga oling. Mana shu mana bu vaflilardan oling. Mana hammasdan olaman. semchka oling gazakdan, abida suvlardan oling. O'zbekor kelmadi. Narsalar olib ketib keldim men. Sizni ofisingizda, uyingizda shunaqa narsalar borligini bilaman-da. Da, oling. Hech qachon quruq ketmayman. Endi shuncha 1,5 ming dollar sovg'a bilan keldim-ku. Bu tez kunda bo'ladi. Men seni o'yladim. Bermayaptilar, qarang. Mayli. Yangilik desa. Ko'rsatmang. Bavi kerak emasmi? Kerak, tekin. Lalaku bolaga kerak emasmi? Tommy ko'rsatamiz biz. Tomiko pamperslari eng zo'ri. O'zimizning milliy brend Lalaku Bavi boshqacha. Mana Bavida kerakmi? Tomiko eng zo'ri. Bering, Bavi. Allergiya chaqirmaydi, oppoq. Chaqirish bolalarga. Bolalarga O'zi aytdim, Bavi hammaga beryapti, nima bizga bermayapti dedim. beradi. Sizga necha pul beradi Bavi? Beradi. Beradimi? Ya, shartnoma qilganmiz, O'sha yarmini menga o'tkazib yuborarsiz. Xo'p bo'ladi. Bu nima, zalmi? Yo'q, asosan bizni ijodxonamiz, yerda o'tirib gaplashib ijod qilamiz, televizorda bu narsa ko'ramiz, keyin bo'sh vaqtlarda PlayStation o'ynab turamiz. Sizni bo'sh vaqtingiz ham bo'ladimi? Endi miya charchaydi-ku, asab bo'lamiz, miya charchagan paytlarda to'g'ri. Ichimiz chakmaysiz? Yo'q. To'g'risini ayting. Yo'q. Ozgina olmaysiz? Yo'q. Elektronikani ham. Endi chek qo'ygan. Ozgina xonasida chakib turasiz. Ha? Yo'q. Bu sizmi? Men Yuriy Shatanovni o'ylabman. Yuriy Shatanovni o'xsharkan. olib chiqqanman-ku. Yuriy Shatanovni olib chiqdimmi? Olib chiqqansiz, olib chiqqansiz. Ne bo'lsa ham olib chiqdik. O'zi buni bitta muxlisimiz qilgan. Chiroyli chiqdi. Sun'iy intellekt bilan endi boshqacha qilgan. Men o'zimga yoqqan, chiroyli tushganman, qarang, chiroyli chiqqanman. Siz-chi nimaga xotiningiz ko'p chiqib ketaverasiz? Chet elga ketasiz, xotiningiz chiqib ketasiz Chilluyiga. Men Chilluyiga borsam, xotiningiz shu yerda ko'p bo'lar-ekan-da ichishda. Nima qildingiz? Yaxshi ishonamizda biz, ana Chilluyiga bolaga yaxshi qaraydi, onaga ham yaxshi qaraydi. Xullas, parvarishi yaxshi bo'lgani uchun o'sha yerga ishonib topshirib ketaman. O'g'lingizga kabrita berasiz-a, kashasini? Ha, berardik. Hech pul Nima bermayapsizmi? reklama qilyapsizmi deymanda? Hali ham bermayapsizmi? Nimani? Kashani. Men endi reklamaga pul olganmiz, reklama qilib yuboraylik dedim-da, mayli endi reklama. Xullas, reklamalarga necha pul olasiz? Endi men reklama narxlarim har xil. Men reklama bermoqchiman sizga hozir masalan. Necha pul qilib berasiz? Har xil postlar, har xil storieslar, har xil. Uni administrator bilan Menga gaplashasiz. pulga qilasizmi reklamani? Yo'q, endi gaplashasiz. Siz o'zingiz mahsulot. O'zim mahsulotni sekin qilib berasiz? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib, ha, bunda xayr, xafa bo'ldim. Hozir Bobur Mansurov sizga tekin deyiladi bo'ladim, chunki menga hattoki endi mayli kimligini aytmayman, mashhur san'atkorimiz aytganlar, sizga bo'lsa tekin deganlar. Hali bir ikkita narsalar bor, sizga keyin tushuntiraman.
nima uchun pul so'rashim? Ha, bu tushunarli, chunki komandangiz bor, shartnoma, hammasi tushunarli. Keyingi savolim. Ha. Yo'q, intervyu bo'lib ketdi. Yo'q, intervyu emas, to'xtab turing. Intervyu bo'lib ketdi. Yo'q, to'xtang. Nega storieslarni qo'ymaysiz? Faqat reklama. O'zingizni nimadir qilyapman, ofisga keldim deb hech qachon qo'ymaysiz. Men Sizni bilolmayman, deb Живой xatarligingizni. istoriyani men olib keta olmayman. O'zimdan живой istoriya ola olmayman, boshqa narsa qilmayman. Menda ko'proq voqealik, odamlar vayn kutishadi, kulgili yoki mana shunaqangi nima deydi, voqeali narsa kutadi. Shuning uchun storieslarga biz voqea bilan vayn bilan aniqlamiz. Vayn deganingizga ideyalarni o'g'irlaysizmi yo'qmi? Yo'q. Umuman. Endi ilhomlanamiz. Kimlardir, masalan, endi hammasida ham emas, qanaqadir chet elning bironta videosini ko'rib ilhomlanib, mana shunaqa qilib o'zgartirsak bo'ladi ekan deb shunaqa trendlarni qilamiz, buzamiz trendlarni. Keyin ko'proq o'zimiz o'ylaymiz. Lekin vaynlaringiz zo'r. Rahmat. Xo'jayinim o'zi unaqacha ko'p odamdan ko'rmaylar, ko'proq sizni ko'radilar. Rahmat. Sizni hurmat qiladilar. O'shaning uchun ruxsat berdilar o'sha yoqqa kelishga. Rahmat. Chunki ko'p odamlardan yomon ko'radilar, Rahmat, san'atkor erkaklarni. O'zingiz nima ko'rinmaysiz? Manmi? Intervyular Ana, qachon ikkita bola. Ha, to'g'ri. Aqli ko'rinmaysiz deb o'zlari kelmay degan bitta siz emas, hamma san'atkorlar boraman, yo'q, nima turib boshlaysiz deb qo'rqib turishadi. Boshqacha bir yangilik bitta yo'nalish toping. Topdim. Topdingizmi? Endi siz sponsorlik qilsangiz qilaman o'shani. Bo'ldi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Aytgancha, Diyor Usmonova sizga pul berdilarmi vayn uchun? Yo'q. Sizga o'zlari chiqdilarmi? Biz o'zimiz taklif bilan chiqqanmiz. Siz taklif qildingizmi? Men o'yladim, ular sizga taklif qildilar, Yo'q. siz ular obro'lari uchun hopdi deb o'yladim. Yo'q. Mana buni qarab, basharasi sanga o'xshar ekan. Qani o'shini ko'zini olib piskim o'lyapti, menigini qarang. Biz o'zimiz taklif bilan chiqqanmiz. Yo'q demaganlar uchun ham rahmat aytamiz. Diyor Usmonova Biz endi. qo'rqib qilamiz, endi yo'q deb yuborsalar. Munisa Rizayevacha pul oldimi? Munisa Rizayeva bilan yo'q. Siz taklif qildingizmi, Biz qildimi? birga endi ishlaymiz, ko'p ideyalar aniq qilib turamiz. Kliplarga tushganman. O'shanda bir gaplashib qolgandik, bir narsa qilamiz. Yaxshi ketgandan keyin ikkinchisini qildik. Shuni ham topdinglar. Qanday topdinglar uni? Ya, o'qingda nima debdi? Ya o'qimang, kelin. O'qiydi. Hamma joying sunniy. Munisa tanlaysizmi, Diyor Usmonovani? Ikkalalari ham har xil. Nima deydi, ijodiy tomonlama. Yo'q, idealist, ikkalari ham. Yo'nalishi, ha. Diyor opamdan men unaqa talantni kutmaganman-da. Yo'q, juda jiddiy bo'lsalar kerak deb o'ylaganman-da, lekin rol o'ynashlari, o'zini tutishlari umuman boshqacha. Siz ochib berasiz. Juda ham oddiy insonlar. Men unaqa oddiy inson deb o'ylamagandim-da. Men ham ko'rib hayron bo'ldim. Необычный gap so'zlari mana shu maza prikolniy. qilishganmiz. Munisa opam endi juda ham talantli. Endi ular har tomonlama aktyorlik ham, qo'shiqchilik ham har tomonlama talantli. Soliq to'layapsizmi? Soliq to'laydi. Necha pul to'laysiz soliq? Eng udarniy savol, soliq to'layapsizmi? Mana yaqinda biz borib keldik, o'sha soliq chaqirdi, borib o'sha yerda tushunmagan narsalarni tushunib, bilib keldik. Keyin sizga aytaman nima qilishingizni, boya aytdim-ku sizga, keyin reklamani aytaman deb. Ha, to'g'ri. O'sha qanday yo'l tutamiz, qanaqa pul o'tkazasiz menga, hammasini men Siz qanaqa qilib menga berasiz $2000 Havasi tushiramiz. Rahmat sizga kattakon sovg'alar uchun. Sovg'a uchun sizga ham katta Yoqdimi? rahmat. Zo'r, yo'q. Bagema 002 sizga jo'natib yubordilar. Reklamasi pulli buni, to'g'rimi? Istoriya ham qo'yib bermanglar. Rahmat, e'tibor uchun katta rahmat. Sovg'adan juda ham xursand bo'ldim. Endi hozir keliningizga olib boramiz Farizaga. U vaqt xursand. Qo'yib beradi o'zi. Rosa qo'yib beradi kerak. Yo'q, menga $1,500 berasiz, Bobur aka desa kerak. Shapkangiz chiroyli ekan, to'y shlyapingiz. Ya, bu syomkadan kelyapman, men ishtonim bilan, boshqa narsa bilan shu syomkadan kelyapmiz. Bitta syomka. Sizga ham rahmat kattakon sovg'alar uchun. E'tibor uchun rahmat. Xudo xolasa, nasib xudo xolasa. Tez kunda uyingizda ko'rishamiz. Katta intervyu qilamiz, balki uyda, balki shu jamoa bilan qilamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. O'shanda sizga $10,000 sovg'a olib kelaman. Gap pulida emas, o'zingiz keling. Bo'ldi. Viloyat deganingizga oyingiz bog'cha ochdilar. Ha, oyim men davlat bog'chasida ishlaydilar. O'sha eski bog'cha edi, open byudjetga rosa men storiesga qo'yib bergandim, boshqa narsa qilib yuta olmovdi. Lekin mana davlatimiz o'zi yangi bog'cha qilib qurib berdi. Juda ham katta bog'cha ochildi, Karvonsaroy Xovos degan joyda. Reklama qildingizmi? Ha, borib ularni qilib keldik, ochilishiga bordik. Ochilishiga borib, bolajonlarimiz xursand qilib keldik. Ko'rib xursand bo'ldim. Tabriklayman. Tabriklayman, mana sizning oyijoningizni. Rahmat. Sovg'alarni olib oling, bo'lmasa bermaydi bu.